Atam o ulug' inson atamga ta Men bilan bir o'stamning suyini bir vaqtda sen mush ipak yo'li sadosini danshiding va menmi bir kuni sashyaga chiqaman deb o'ylaganman. Bu balamın ait yaxshi urilab berdi. Endi men ma'lumlarning biz uchun bergan intayin ixcham fikr qildi bular odatda. Juda o'zini aqlaylik. Her xil sebepler tufayli ayrılıp kaldım. Bu şu tutuq ovozini nimanda ishtik bir elib ketadigan dema. To'liq qayliqimni bildirib men to'liq qayliqim bilan oylandim. Do'stiga Abdulla akamning o'lchimi va ixcham gap qiladi. Sen chiq gap qilmay qolgan ustozlar chiroyli rahmatingni bildirib darhol yerim qaytib kel keyingi qadamlarni mangamiz. Xotinninki yerlik şivis kabab qaldı dese mana mal disbitte mana bu demaylik. Anda olsa u to'liq gap. Bu şu eser başlanış bilenlam bu yanımışlar naqşaytırgan xil oğullar barken dep mayli qayacan ta'sirlanib birinci ovozingizdan men ta'sirlandim. Bu odatdagi odatdagi saviya emas, yaxshi bir unumga erishibsiz. Shuning bilan men aşağıdan hayacanlanib o'rildim. Axir qandaq bo'lar deb yaxshi. Her biri qiz gap qiladi Mavlonga qaraydi. Bir o'zlar shu yutuqma guruhi kirish unda qoida yo'q. To'g'rimi xatomi deb. Nonga sening guruhingga kelib tozash kap shu. Yolgun naqshni birini berib baqsan. Ovozga ben tushdigini. Bu asar gerçek kichikroq asar bo'lsa-mu, masalan shu Chanfa Ugunatqanga nisbatan bu bir kirish asri. Aştaq bo'lsin, lekin bunun bek chiq mazmun borchu. Aş abaylik Mevlana ustozniki hissiyatsan kamchilik qilgandek his qildim degan bek to'g'ri. Aş ichimizdagi narsani bulduq turib xuddi bir dengiz to'lqinlayotgandek to'xtamay to'lqinlab turish kerak. Rasmiy ashta his qildim. Nima degan yangroq ovoz bu. Ovoz bu bo'lish eng muhim deb bilindicha. Bo'lsa hammadan ashta bo's bo'ladi. Lekin o hammadan onda bo'lmaydi ekan. Lekin sening shundaq gap. Sening ovozing o'sha usulchilig'ini ola, ovozni bu tabiat sana oymay beribdi ekan. Ustozlarni ayt yaxshi gaplarni qildi. O'qishga erishgandan keyin sen qilgan